Ana bitta qaysalar bo'lsinchi. Ana akajonlari Stitch berdilar mana. Stitch tug'ilgan kunlarga ayiqcha berdilar. Xursandmisiz? Ana bo'lmasa endi Odinaxonning ustozlariga so'z navbatini bersak. Tushundilarmi? Sizmi? Keling. Ustozlari o'zlarining tilaklari bo'lsa, mana shu o'quvchilarga bildirib qo'yadilar. Bitta qaysa cho'laylikchi bolajonlar? Eshitmayapman. Ana. Odinaxon qizimni bugungi shukrona kunlari bilan tabriklang. Ilohim katta qizaloq bo'lsin. Maktabga borib a'lo baholarga o'qishsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin. O'rtoqlari bilan shunday kunlarni har doim o'tkazadigan baxtli qizaloq bo'lsinlar. Rahmat, chiroyli tilaklar bo'lmoqda. Onajonlar sizdan bir gapirib qo'yasizmi? Bitta qaysilar bo'lsin, Xosiyatxon onajonimizga so'z navbatini beramiz. Mana farzandlarni tabriklab, qolaversa mashinaga ustozlarga o'zlarining tilaklarini bildiradilar. Assalomu alaykum. Xonadon shahar bolajonlarimiz. Bugun barchangizga xursandchilik qilish uchun tashkil etildi. Barchangizni tug'ilgan kuningiz bilan yil davomida tabriklaymiz. Mana shu o'yinlar barchangiz sizlar uchun. Tabriklarimizga omad tilayman, zafarlar tilayman, mehnatlarga rozi bo'lsinlar. Barcha tarbiyachilarimizga mingdan ming rahmat. Barchangizga ishlaringizga omad tilayman. Qizim iloyim baxtingga sog'-omon bo'lsin. Yuzlarga kirsin. Neki niyat, orzu niyat qilsa ilohim Allohim yetkazsin birgalikda. Rahmat, mana chiroyli tilaklar bo'lmoqda. Bolajonlar yana chiroyli qo'shiqlarga o'ynaymizmi? Endi mana ustozlari bilan birgalikda, onajonlari bilan birgalikda davramizga taklif etamiz. Chiroyli qo'shiqlarni sizlar uchun bemalol davramizda o'ynab ko'rishlaringiz mumkin.